Hamda Germaniyadan kelganlarni shu oxirda yo'l sevitib, bu qilib qolgan bo'ldim. Namoyish qilgan yerdim asosan tugidi. Shu mening his qilganim shu xalqning ko'zida bir umid ushqunlari bor. Vatandagi zulmga haddan ziyod ishib ketib boradi. Hamda bu qilayotgan ishlar bek cho'ng bir ta'sir ko'rsatmayapmiz. Vatandagi qarindoshlarimizga bir tegishli yordamimiz bo'lmayapti, ammo bir yaxshi bir narsaningki o'tirg'i chiqadiganligidan menda shu qarindoshlarimizning ko'zidagi umid bor, shunda bir kayfiyatini his qildim men. İnşallah. Men namoyish qilib endi siyosiy unumi hammamizga ayon matbuotlarda e'lon qilindi, ammo ijtimoiy unumi menga ta'sir qilgan narsa Yevropada olsun, boshqa mamlakatlarda tarqalgan Uyg'urlar ashak jam bo'lib, bir Uyg'ur jamoatchiligini, Uyg'urlarning to'plangan bir sorunni ko'rdi. Shuning uchun men hayajonlandim. Nurg'un Uyg'urlarimiz ash maydondan ayrilmay shu atrofda, choyxonalarda, qahvaxonalarda oldilarida o'tirib ketmay. Bir-birini chiroyi qildi. Biz biroz bozor aylandik. Ilq tonimaydigan boshqa davlatdan kelgan bolalar mashinada ketayotgan bo'lsa, aynakdan 5-chi qilib xo'sh davadi. Bir-birini qo'shilishda ta kechgacha biz mashindan ketmay, ilq bir Uyg'ur Məlisi yığılıb qalğan şeydi. Muhitdan ayrılığımız kelmedi. Shunda. Arlaqda Jumaga kirdik. Shu yerda ilq taharat tağçı o'g'irni o'chira saqlab tutsak, mayar bir yurtdishimizning 12 yoshlik o'g'li chang Uyg'ur tilida. Bugun namoyish qildik, biz bugun mustaqil oldikmi dedi. Keşke balının xiyali bizden realligimiz o'qib qolganmiz juda katta masala. İnşallah. Umudla. Az qaldı. Demak, shu zulm, bunda aytganda shu vatandagi qarindoshlarimizning beshi kelayotgan dard shu zulm doğru ekanda. Shu doğru bizni davolayapti vatan sirtidagilarni. Hammamizdagi ko'nglimizdagi ushaqchak norozichilik, o'shmanlik, ushaqchak bir narsalarimiz ko'tarilib, hammamiz bir-birini kechirayotgandek, mehr-muhabbat shakllangandek bir narsani his qildim. Hamma shunda quchoqlashib, bag'riga mehr bilan besyapti. Mening ishonchim komil. Biz bir kuni yo'g'rilik chiqamiz. Chunki biz Xitoy garchi shunchalik ko'p naposga ega, hozir atalmış kuchga ega degan bilan haqiqiy kuch bizda. Biz naposimiz az 20-30 million bo'lgan bilan biz dunyoning egisi bo'lgan Allohning haq tarafida biz. Hammani ko'rib turdi, hammani bilib turdi. Har qanday zo'rlikning keyinda bir yengillik, xo'shallik, farahlik bor. Cho'qim bizga keladi. Bizning bu tatgan dardimiz ne, bergan ajrimiz ne? Hech vaqt bekor ketmaydi. Mana bu daqatim kelib yurtdashiga chiqqanda bo'lsa, bunchalik cho'ng namoyishni ko'rib boqmaganman. Biz vatandagi vaqtda chet eldagi da'vo odamlari unda cho'ng ish qildi, unda cho'ng ish qildi, g'oyibli istak bilan, orzu armon bilan yashaydi. Kelgandim nihoyat hayajon bilan kelgan. Ama Türkiye'de yashash jarayonida ish güzellikida unda bir ko'rinishlarni, unda bir o'rtamning ko'midi. Lekin Brukselga kelgandan keyin rostdan desam, ichimda deydek gap topolmadim hayajondan. Hatto men vatandagi vaqtda meni tillagan, menga haqorat qilgan, hatto bizga ish deb berding deb. Meni chaqmagan ilan 1000 yil yashasin deydiganlarmi? O'zining beshiga kelganda shu maydonga chiqibdi. Demak, en yakın zamanda vatandan çıkan adam ben o aranladı. Hem de o yerdeki zulümünü tasvirlisiz alet kep onda şüphet konuda. Muşunda akvalaştı da şu zulümün ki ne kadar küçüğençe teşedik adamlar olsun, içidikler olsun bir araya getirgenini, yani birleştirgenini gördüm. İkincisi adamlar benim ruhumu soğuk su sepke vakitmizde sen bir gaybi görünmeydiğin meşalın sayesinde gidip parsaydı bazılar. Şu adamlarımı şu meydanda gördüm. Üçüncüsü aş adamlar şu vaktin özünün bergen cevabı Allah Teala zemindeki insanların okşumagan ırk, okşumagan millet, okşumagan tilde yaratkanken belki bu vaktin bizden bir nesibimiz var diye ümidimiz var. Yani manga yolumuz hak yol bo'lgan ekan inşallah bir gün erişemiz bu ülkede arzuyumuz var. Yani bir narsa men aş jalliq maydondan bir narsa ko'rdimda. Ma bu WhatsApp deymiz, ma nurg'un erkin toplada
şundaq bir-birimizle ziddiyetlikdek, milletning yerime bir-birisi qarshidek his qildikda, amaliyat topdagi birlik, bir narsa kutganni ko'rib, bu buzayotgan, qarshi gap qilayotgan, qarlayotganlarni ayt assandagi bir turkum o'sha Xitoyning kuchuklar ekanligini ashada ko'rdim men. Albatta. Yo, asosiyatning hammasi bir zaten. Bir qo'sa qanday qanday ashadagi bir ro'yjak, tuyg'u jihatiki nimadan? Bu vatandagi xalqqa biz bir narsa qilib beramidik deb mayuslanmaslik kerak. Shu mana degandek Avstraliyadan tortib Kanadagacha bo'lgan oralikda 20 necha davlatdan 2,5 ming, 3 ming kishining fidokorlik qilib minglarcha dollar pulni xarjlab vatan uchun, xalq uchun namoyish qilamiz degan chaqiriqqa quloq solib 10 minglarcha kilometr yo'lni besib kelganligi o'zi cho'ng xizmat. Albatta. Milliy ruhning borligi, erkinlik, erkin yashash istegining kuchligining ifodasi. Bu ifoda, mushuk ifoda o'zi har qanday bir yangilikning mustaqillik yo'liniki bir boshlang'ich. Demak, vatanning sirtida yashayotgan 40 yaqin davlat yashayotimiz. Mush Uyg'urlar biz o'z davlatimizni istaymiz, o'zimizning mustaqilligini qayta tiklaymiz. Xalqimiz ezilib o'tibdi, xalqimizni Xitoy hokimiyati qirg'in qilibdi deb shundaq dunyoning bir markaziga yig'ilishi bizning yashayotgan davlatlarimizning qonunlari asosida, bizga berilgan erkinliklar asosida qilgan eng cho'ng xizmatimiz ve bizden hareketimizi koşkan en çok töhfemiz dep tanısak oldu. Şu, hem jigipet kalktı da vatanın sırtındaki bütün kırındaşlar birbirimizle hiç kaysının ziddiyeti yok. Hemimiz kırındaş. Bob mazır keyinki vatandan bir yıldan beri yüz berip atkan bu facia, bu zulüm ebitqanda hemimiz buramda hazıdar da musibet de hemimiz. Bir gözümüzden yaş, bir gözümüzden kan yıkıvatıdı. Bek iğir vatandaki ahval. Ata-analar, çoğunlar hemisi türmede, lagerlarda, kiçik balalar uyga solinib qolgan, maktabga boramayotgan, ko'chaga chiqsalar hammasini yig'ishtirib, ishkirga akitib, ishkirga olib organlarni tegishtirib, parchalab bir taraf qilayotgan, o etiz eriqni terixchilik qiladigan dehqonlarni hammasi lagerda, turmada etiz yeri quruq qilayotgan, nurg'un yetim bolalar, ojizlar. Bularni bundaq ahvol ostida vatan sirtida mushu tashviqot vositalari bilan oqchi, ko'kchi ma deb yurishlar bek bir aqlsizlik, nodonlik, fitna fasod. Hamda ba'zi narsada Xitoy deymiz, Xitoyning qo'li yo'q emas, bu hamma sohaga kirgilik. Hamda hammani Xitoyga otayverishga bo'lmaydi, yana o'zimizda bir kasallik bor. Hamda bir ishni qilib qo'yib, uni buni da'vatimiz, mush o'zimizning ichidagi bir turkum go'ylar shu Xitoydan betar qilyapti da'as kerakni. Shunga mushu Facebook deymiz, tashviqot vositalaridagi to'xtamaylik odam tillaydigan, tuhmat japlaydigan, qilayotgan ishni tövenge tushirib, kichikirtadigan, obro'sizlanadigan, fitna fasod terib, g'ayvat qiladigan manda ishni bir yig'ishtirib qo'yaylik qarindoshlar. Bala kerak bo'lib ketsin. Chunki yomon ig'ir ahvolda biz. Kunda shum xabar, kundalik keladi har xilg'ala. Putimizni uzun sinibmi yotamayotimiz rahatsız bo'lib. Bundaq ahvol ostida o gaplarni bir yig'ishtirib qo'yib, nima qilaman? Mayli, guruhlarga bo'linish normal. Qaysi guruh bo'lsin, maqsad shu vatandagi zulmni qisqartish bo'lsin. Yaxshi gaplar bilan bizimizning ko'nglini olaylik, nima qilaylik, men nima qila olayman deyishib, paranglashaylik, bir harakat qilaylik. Shunga o'tinib qoldig'im ham meningki. Shaxsiy hisobot, o'ti bo'ti bo'lsa, qandoq bo'lsa, kim bilan bo'lsa, kelsin, ayrim kelsin, paranglasin, hammadan dunyoning ham yerda yashayotdi. Ochiq oshkora kelib, sening de bunday hisobotim bor. Ya'ni deysin, kim bilan bo'lsin, qilsin. Ama onu toplumlikning ichiga qilib, umumiy xalqning ko'nglini g'ash qiladigan, barakani soladigan ishlar faqat Xitoylik qiladigan ish. Boshqa normal yurib vatan millat deydigan odam qilmaydi bu ishni. Shunga bu qitimqi Brükseldagi namoyishni mening his qilganligim umuman xalqning bir xotirjamlikka, yaxshi gapga, yaxshi bir ishga muhtoj ekanligi, yetaklashga muhtojligi, yaxshi bir programmani tuzib,
farqli shaklda yillardan beri qilib kelyapmiz. Alloh rozi bo'lsin, vatan sirtidagi qarindoshlar qo'lda nima kasb qilyapti endi kelgancha. Hozirgacha qilib keldi. Buningdan keyin endi texmi bir qadam ilgarilagan asosda farqli bir unum beradigan bir narsani tuzib chiqib, qısa yana abam Anvar akam deb o'tib ketdi. Xalqimizning tayyorligini biz his qildik. Mayli moddiy jihatdan bo'lsin, ma'naviy jihatdan bo'lsin, hatto jonni tikimiz bunda yashirgacha bu berayli bu jonni nima qilamiz deydigan shaklda itilib turyapti deb bichar bolalar. Shunga ashtaraq narsaga ish beshidagi dunyoning har qaysi joylaridagi biroz tafakkur qila oladigan, mustaqil bir narsa o'ylay oladigan, fikr qila oladigan ilg'or qarindoshlarimiz tezdan bir to'plashib, fikrlashib, yana bir strategiyani tuzib, yana bir plan bilan yetaklasam bizni can bo'lsa can, mal bo'lsa mal, hamma tayyor biz zaten. Bu işte qo'limizdan kelgancha qilamiz. 2015-yili shu bizning vatanda Abdumroylik ijtimoiy fanlar tadqiqot akademiyasi deydigan bir organ bor. Bu yerdan chiqqan bir ishki materialda qisqa bir bayon bor. Turkiyadagi O'rta Osiyodagi Uyg'urlarni ekonomiy jihatdan cho'katmak. Yevropa, Amerika, Kanada, Avstraliya bu erkin yerlardagi yashayotgan Uyg'urlarni fitna fasodda ma'naviy obrazini tushirish orqali cho'katmak. Bu ikki cho'ng taktikani ish qilamiz deydigan bir bayoni bor buning. Hozir Turkiyada zaten bunu yaşayotdi, Turkiyadagi Uyg'urlarimiz. Mesela her xil shaklda aldamchining qo'liga tushyotdi. Ya'ni mal varlığından ayrılıvatdı, bulançılık uçuravatdı degandek buvatdı ba'zan kichik u yerda bu yerda. Yevropada cho'lsak hozirgi demesam hammamiz abaytim deb o'tdik, Facebook'lar qaraydigan bo'lsak, har xil guruh, o'xshamagan fikr, o'xshamagan talash tortish. Aslında biz talashadigan bir narsa yo'q. Bizda faqat bayroq ber. Bayroq ber, davoyimiz ber. Bu o'xshamagan fikrdan bo'lishi ziyonliq emas. Ko'p xillikdan bo'lishi u bir boylik aslında. Ama yolumuzdan azmamasligimiz lazım asli. Hamma adam mening deganim kelsa deydigan unda qoida yo'q buningda. Faqatlam bizning bayrog'imiz bir bo'lgankan, o'xshamagan fikrni ostida, o'xshamagan fikr bo'lgan taqdirdami, yo'l to'g'ri bo'lsa, chuqur boshdan destek berish kerak, birlashish kerak. Hozir bo'lindigan vaqt emas, birlashadigan vaqt. Hozir shu Facebook'lardagi taqilib жүрген pishni fasodlar qaraydigan bo'lsak, naq Xitoyniki ash yozmasiniki nimasi ko'z oldimga keladi menimki. Zaten yani ideologiya jihatdan bo'lsin, har xil jihatdan pishni fasod, parchalash, bo'lish, zaten Xitoyning eski taktikasi bor bu parchalab bo'ladigan ishlar. Yani shuni kelyapmiz. Mening umid qildig'im, o'tinlig'im bo'lsa yurtdashindagi shu mayli Türkiye olsun, mayli Avrupa, Amerikalardaki olsun, qarindoshlarimizniki bir fikr ostiga hech bo'lmasa, o'xshamagan fikrda bo'lsin, bir bayroq ostiga to'planib, bizning dushmanimiz belli, vatanimiz belli. Bizning o'zimizning tegishli haqqimizni istash huquqimiz bor. Ash yo'limizga mansaq. Zamonimizni, vaqtimizni ortiq fitna fasodlar bilan, bir-birimizga haqorat qilish bilan, bir-birimizga o'rqolash bilan o'tkazmasak. Az baysiz deb o'tgandek, mayli vatanda olsun, vatan sirtida olsun, hammamizning bir normal Uyg'ur olsak, taqdirimiz o'xshash. Hammamiz yo'g'on bir paraxodga selinib, okeanda g'arq qilish uchun ilib minilgan odam biz. Hozir mushundaq da'vo sahasiga bir-birimiz qarshi fitna taqtish orqali birsi, mana shu namoyishga chiqqan shundaq sap odamlarimizning diqqatini vatandan ayirib, o'z mayoq ayirish, ikkinchisi da'vo sifatidagi jangovarlarni ojizlashtirish. Şuna bu narsani bir Allah rızası uchun haqiqiy bir Uyg'ur olsak, bu narsalarni to'xtatsak deymiz. Bir-birimizning obrazini xunuklaştirsak, orqamizdan fitna hammamiz Uyg'ur. Aslında fitna yaygan, bir-birining oqidan so'zlasak taqat qadamni vaqtida siqib chiqarsa, bizning qo'limizda hozir soqchimiz yo'q, qonunimiz yo'q. Damonliq bir odamni akab sen mani qilding deb jazolay oladi. Hech bo'lmasa to'plum ichida jazolash huquqimiz bor. Şu adamga besim qilish huquqimiz var, mana qilsa deyish huquqimiz var. Faqat uni anlamagan yerda shu to'pning ichidan chiqarib o'tish huquqimiz var. Salom bermaslik huquqimiz var. Tomoq bermaslik huquqimiz var. Faqat bo'lmasa shuni bo'z qo'llansak bo'ldi. Qada Asqarjon siz yaxshi qilib qoldingiz. Yaxshi gaplar bo'lyapti-da, albatta degandek.
insonningki o'ziga ishliq bir fikri bo'ladi. Lekin vatan millat degan vaqtda bu fikrlarning hammasi bir tarafda kelish kerak. Vatan millat degan vaqtda hammamizning birga kelishimiz kerak. Va buningdan tabiiy bir narsa yo'q, ya'ni vatan millat Uyg'urlarning mustaqilligi va Uyg'urlarningki erkinligi degan vaqtda biz birga kelamisak, endi o'zimizningki insonligidan gumon qilishimiz kerak. Nayti undan bo'pti, men deganda qatnashamag'an bo'lsammi, buningdan keyin har kim degandek o'zining o'rnini bilib, o'zining qila oladigan ishini qilib va boshqalarga yo'l qo'yib, mangsak qo'l-qo'lcha bizning sirtda qila oladiganimiz hamda hozirgacha mush qilinayotganlardan iborat. O'zimizningki kimligini unutib qolmasak, o'zimizningki tilini, urf-odatlarini unutib qolmasak, milliy ruhni jonliq tutsak, milliy ruhni jonliq tutishning yo'llaridan birimi albatta har doim bizningki harakat holida bo'lishimiz, har doim faoliyatlarni qilib turishimiz, mayli dunyoning qayerda bo'lsak bo'laylik. Degandek u ilaqi Xitoyningki Xitoyning o'yini deymiz. Xitoy bunda o'yin o'ynayotgan bo'lsa, bizning o o'yinga kelmasligimiz kerak. Va ularningki chag'an depiga o'ynamasligimiz kerak. O'zimizni bilib degandek oqqa oq, qaraga qara deyalishimiz kerak. Qachonki biz oqqa oq, qaraga qara deyalisak, shunda deydigan insonlarningki soni ko'paysa, o vaqtda o yilqi aridagi har qanday fitna fasod chiqirmiz degan nomi o'zligidan yo'qaydi. Shuning uchun degandek Yevropada bo'lsin, boshqa yerlarda bo'lsin, eng erkin harakat qila oladiganlar shu har davlatlar Uyg'urlar, ya'ni ularningki hech bir qanday cheklimasi yo'q. Har qanday faoliyatni desa elib bora oladi. Bizningki fedakorlik qilishga tayyor bo'lishimiz kerak. Mustaqillikni qo'lga keltirish hammamiz bilamiz, o'ng'ay emas buni, ya'ni boshqa mustaqillik uchun kurash qilayotgan davlatlarni ko'ryapmiz. Har doim jinini feda qilishga tayyor turibdi. Bizlarning shundaqlam tayyor bo'lishimiz, shundaqlam har doim o'zimizni hurmat qilib, xizmat qilayotganlarni kim bo'lishidan qat'iy nazar hurmat qilib mangsak, xolis niyat bilan mangsak, albatta hammamizningki iymoni, ishonchi shuki, Xudoyim bir kun bo'lmasa bir kun keladi. U kunmi keladi. Uyg'urlar shunga loyiq bir millat. Hozir Xitoy bizningki degandek davlatimizda, vatanimizda hech bir davlatning hech bir asrda hech bir bisvagan millatiga ravo ko'rmagan bir bisim g'ayri insoniy bir sistemni ilib beryotdi. Buni deganda kalimalar bilan ifoda qilish mumkin emas. Yani buni kalimalar bilan ifoda qilish mumkin emas. Desakmi, ming tushuntirishga tirishsakmi, buni g'arb davlatlaridimi, shu 21-asrda mashundaq bo'lamdi degan bir hayronlik bilan ularni tushuntirish tas bo'lyapti. Shunda bo'lsa-mu, biz albatta qo'limizdan kelganini qilib turishimiz kerak. Qo'limizdan kelgancha harakat qilib turishimiz kerak. Biz qo'limizdan kelgan har bir harakatni qilib, qog'inni amdika Xudoyim sana qo'ydik degan vaqtida bir kun bo'lmasa, bir kuni hammamizning armoni bo'lgan shu mustaqillik, Uyg'urning erkin, ozod yashaymiz degan davrlarga yetib boramiz. Alloh nasib qilsin. Bu talash tartish, turli fikir, tanqid, bular ziyonli narsalar emas. Bo'libmi bizga o'xshash vatani uchun, vatanning sirtida harakat qilayotgan insonlar uchun turli davlatlar yashayotibmiz, turli tuzumlar asli yashayotibmiz. Tanqid başta hiçbir insan kamçılıksız emas. Rahber bo'lsin, odatdagi insonlar bo'lsin, inson bolasi kamçılıksız emas, kamçılık bo'ladi albatta. Ish qilayotgan yerda texnik ko'proq kamçılık bo'ladi. Bo'libmi bizga o'xshash deganda dunyoning har tarafidagi Uyg'urlarga vakillik qilgan
ularga rahbarlik qilman deb meniyotgan rahbarlarda kamchilik yana bo'ladi, majburiy. Bu kamchiliklarni tuzatish uchun fikr berildi, fikr o'tirib tashlanadi. Qanchalik ko'p ijobiy, foydali fikr berilsa, shu fikrning oxirida eng to'g'ri yo'lga bo'lmasimi, to'g'riga yaqin yo'lga yaqinlashib berishga va shu yo'lni tepishga vasila bo'ladi. Bu sababdan başta hammamiz xizmat qilayotgan, jonpiyda bo'lib, jon ko'ydirib, vatan yo'lida mengayotgan rahbarlarimizni ega bo'lishimiz kerak. Ularga hurmat qilishimiz kerak. Qilgan xizmatini taqdirlashimiz kerak. Ayni vaqtda xatoliklarni, kamchilik